uzoq yaqindan bizani kuzatib borayotgan shaxsan O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, dunyoning turli burchaklaridan kuzatib borayotgan yaqin jigarlar, assalomu alaykum. Tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Xonadoninglar tinchmi? Ishlar bilan bo'lib charchamayapsizlarmi? Oilaning sultoni. Ya'ni ro'za-i Ramazon bilan hammanglarni Allohdan kuch-quvvat berishini so'rab qolgan bo'lamiz yaqinda. Bugun Eski shahar chorsi Kanareyka Yovvoyi bozoriga qarab tashrif buyurdim. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab jigarlarga sirkasini otib, yaqinda poddeshkada bo'lamiz. Bugun 19:00 ga bo'lib o'tadigan promo efirimizga taklif qilib qolamiz yaqinda. Hammaga rahmat. Boshladik. Bugungi video obzorimizni boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Qo'li ko'ksimlar sizlarga. Tinchmisizlar, oilaning sultoni. Ro'za Ramazonda charchamang. Yaxshimisizlar o'zingizlar? Duogo'ylar yaxshimi? Yaqinda bugun biz mana Eski shahar Yovvoyi Kanareyka bozoriga qarab tashrif buyurdik. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab poddeshkada bo'lamiz yaqinda. Hozir ayniqsa Shuhrat akadan ozgina master klass olamiz. Nimaga? Shtobi yaqinda kirgan debutantlar uchun ham yaxshi fikr bo'ladi. Hammaga rahmat. Mana yaqinda Arlekin moraga mana yari nar deyapti. Mana bunaqasiga ham olaman. Mana bunaqasiga ham ko'ringlar mana. 150 midi? 150 mingmi? Ha, 350 ming ekan mana yaqinda. Kanareyka yari ekan. Assalomu alaykum. Mana Mamatda ham rosa ko'payibdi lekin Kanareyka. So'rayman, kelishdi beraman. 5 mingdan ekan. Sizniki? Yo'q. Bilmadim. Tayyor ekan. Ular akamlar. 5 mingdan. Ha, 400 dan ekan hammasi. 400 dan ekan mana. Valla Kanareykalar. Sizdan? Ha, bundan. Bu nechi pul bular? 250 ming. Modelami bular? Bilmayman, o'zim tushunmayman. 250 ming ekan mana. Yaqinda aralashiga, mashta tanlab olishga mana. Bunaqasiga ham ko'rib o'rasizlar mana. Rahmat. Assalomu alaykum. Oling va shakeling, og'ay. 5 nari bu ham? Yarim nar mana 500 ming so'm. Bunisi-chi? Bu ham Arzonrog'i, arzonrog'i ham bor. Ko'kat ko'tarib olibdi. Toboni. Mana bitta ham bor mana. Narmoda aralash. Narmoda aralash. Moda nechi pul, nar nechi pul? Ha? Moda nechi pul, nar nechi pul? 200 ming moda, 400 ming nar. 200 ming, 400 ming. Valla xos. Doktor oldi ekanmiz yaqinda. Doktor Shuhrat akamni oldilar ekanmiz. Assalomu alaykum. Zot, yaxshimisiz uka? Yaxshimisiz, tuzumsiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Ustoz o'rnida ustoz mana bu ham. Yaxshimisizlar? Ishqibozlari rosa sizlar aytayotgan kommentariyalar eshitib rosa mazza qilamiz. Haqiqiy ishqibozlar gapirishadi. Uchala bir ikkitasiga salom yo'llab ketamiz. Behzod. Sirdaryodan Foruq degan ukamizga kecha telefon qildilar. Toshkentga kelaman, ularga alangalik salom. Jizzaxdan Muhriddin degan haqiqiy ishqiboz ukalarimiz bor. Gibridga harakat qilishyapti. Ko'klarga chiqarib yubordi bunga Muhriddinga. Shuni ochirabadi, harakat qilyapti. Ko'klar o'zimizga berilgan. Ishtasi ketdi yana ikimiz. Namangandan Baxtiyor degan ukaxonlarimizga salom. Endi ko'p odam naqa qilgan, o'shalar otini eslolmaymiz hozir. Kim bizlarni eslab ko'rayotganiga katta rahmat sizlarga. E'tiboringizga naqa qildik. Endi savollarga javob beramiz. Shuhrat aka, birinchi savolni aytishyaptiki, qushni qanaqa ko'paytirsa bo'ladi? Ani badanini kuchaytirsa bo'ladi deyishyapti. Men uni ko'p gapirmay, qisqa gapiraman. Qush uchaversa, qo'rqtaroq qapasda, glavnis uchaversa. Bu ovqat yaxshi berilishi kerak. Endi unga ovqat yaxshi berilishi ekan, ani nima deydi? Qizil sabzi, salat, malatni unaqa ko'p berish kerak emas. Endi 90% salat, malat deydi. Aslida tuxum, qaynatilgan jo'xori, Kanareykaning doni, kimdir raps qo'shib ko'raman deydi. Dongani kimdir boshqa narsa qo'shaman deydi. Aslida bir xilda qushni boqish kerak. Doni hadeb o'zgartirish kerak emas. Doni o'zgartirgan sari qush turlab ketaveradi. Endi qo'shimchasiga qisqa qilib ketiradi.
Qo'sh katta qafasda uchib yurish kerak. Ha. Shu bir qo'shuvdan jahon. Bu orcha Hasan aka, assalomu alaykum. Hasan aka, aka. Akalar olib qo'y mana. Hasan akalar mana. Mana, Shogirdlarim mana okalar. shu akalar hurmat qilib Qizil kanalga o'zingizni qiziqtirgan. Yo'q, mana mashinadan boshlaganlar. Hasan aka, Qizildan boshlaganmiz aka. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri, haqiqat rosa kuylardi. Sababchi bo'lgan shu bola. Ha, qiziqtirib Qizilga raqam Riston aka. Xo'p aka. Yaxshi, rosalar gaplashamiz. Birinchi savol to'liq javob berdingmi? Endi ikkinchi savol. Endi ikkinchi savol Shuhrat aka. Ha. Uyga olib borgandan keyin kanar ekani oyoqda mana kichkina narsalar paydo bo'layotgan ekan. Uni gribok deyishyapti. Gribo bo'yicha qisqara bu bunaqa emas. Gribo degani bu nima deydi? Qush oyog'iga tashadigan narsa xudodan so'g'ilga o'xshab chiqadi. Buni juda oson yo'li bor. Kimdir yam suryapti, kimdir yana boshqa narsa bor. Bu kitayskiy zyozdishka bor, o'rtoqlar. Men praktikani o'tkazganda 200% cho'tki yordam beradi. Faqat uni kechqurun suriladi. Mana qush oldinglar, oyog'i yaxshilab surib, qafasga solib, svet o'chirib qo'yadi. Kunduzi kuni surib ichish kerak emas. Ha. Ikkinchi savolga to'liq javob berdimmi? Ana shu. Endi Shuhrat aka don bo'yicha ham ozgina tushuncha berib keting deyshibdi. O'shanga fikringiz qanaqa? Shuhrat aka. Masalan, biz qush bozorida Qoraqamishdan don oladigan bo'lsak, Chorsidan Avazli doni, Anvarli doni, masalan 3-4 ukalar bor. Hoji Murodli doni, sifatli donlar bular. Endi bar donni ham chayib tashlash kerak. Endi ko'p aytadiki, donni yuvib bo'lmaydi. Nega bo'lmagan? Donni yuvsa bo'ladi. Don iliq suvda, mana Kadir aka donni olib kelindimi? Iliq suvda yuttirib, qipig'ini chiqarib oladi. Keyin latta qo'yib quritib tashlasa, don top-toza bo'ladi, ham sifatli bo'ladi. Donni olotganda qo'lga olib chillab ko'rish kerak. Don mog'orlamagan bo'lishi kerak. Donga o'zicha laps deydi, uni deydi, buni qo'shilish kerak emas. Nima deydi? Qaq poложено tayyorlangan donni qo'shish kerak. O Shuhrat aka yuvilgandan keyin qanaqa quritiladi u? Keyin latta tashingiz quyoshga qo'yib qo'ysangiz, bir sutkada 24 kunda, 24 soatda ili 3 kunda, 2 kunda quriydi. Katta bo'ladi. Qo'lingizga olsangiz ichiga ham qoniydi, mog'orlagani. Don boshqacha bo'ladi. Tushundingizmi? Bular ichida faqat bitta ishladigani bor, ana bu zig'ir bormi? Oshqozonni hazm qiladi. O'shanisi. Uni agar sovuq suvda qilsa, anaqa qilmaydi. Suvra suvda yuvsa, zig'ir ishib ketadi. Xudoni xamirtirishga o'xshab. Shu savolga javob berdingmi? O o'zligini kommentini yozsa, xudo xolisa ketma-ketlikda javob berib ketaveramiz. Shunga qarab javob beramiz. Endi telefonlar bo'lib yotibdi, ishqozlar, qo'ldan kelgancha tushuncha beramiz qushlar bo'yicha. Mana bahor kelyapti bu yoqqa. Hamma har xil parovka qo'yadi. Kimdir ko'kka, kimdir sariqqa. Masalan, chijikka ko'kka qo'ysa chiroyli chiqadi. Pepilga qo'ysa chiroyli chiqadi. Rangi qora svetliga qo'ysa chiroyli chiqadi. Doda, assalomu alaykum. Shunga mana ishqozlar kelishi bilan olib. Mana ishqozlar shu yerda mana. Krasnodar olib ketuvizlar bilan, xudo xohlasa Krasnodar bilan qalyapti. Zo'r bo'lib chiqdimi? Yaxshi chiqdi o'tdilar mana Krasnodar. Shuhrat aka, rahmat sizga aka. Qimmatli vaqtingizni ayirib. Kommentariyalarni tashlaylik, savolingizga qarab javob beramiz. Rahmat sizga. Yo'q, yo'q. Assalomu alaykum. Vaqtingizni ayirib bizga. Endi mana oddiy odam ko'p, bozorda shunchalik odamlar nazarda ekanmiz, shunga shu. Rahmat, Shuhrat aka. Rahmat. Assalomu alaykum. Kanar akalar, ne ish bilan? O'ziga qarab 300 mingdan 400 mingdan. 300 mingdan 400 mingdan. Pepil ne ish bilan ekan chubati? Shubatiga 400 mingdan. 400 ming. Pastiga ham 400 ming bo'lsa kerakmi? Bu ham shuna qarab, ha. O'zi mana ko'rib olsanglar, daraja bilan darajani farqi bor-da mana. Pepil qimmatroq baribir. Privoznoga ham o'xshab ketadi baribir. Qimmatroq. Yani arzonroqlari ham bor, o'ziga sifatiga bog'liq-da. Endi bu ham mana ko'rib olsanglar o'zingizlar mana. Aka-ukalar. Rahmat. Assalomu alaykum. Sariqlar ham bor ekan. Aka, limonlar ne ish bilan ekan? 250 narmi bular? Hammasi nar. 250 ming so'mdan. Rahmat. Mana Pepal. Mana yo'da bor mana. Bu krasniy deriva. Krasniy deriva, sariq. Hammasi narlar mana. Yarim narlar deyishyapti. Saylab turgan ekan mana.
Bu nechi puldan edi bular? People turistlar. Pepil 400 ming. Bitta ham 500. Qaysi? Ha, mana. Olib kelaman Mahmud 500 ekan. Qolgan hammasi hozir skidkada 400 ming ekan mana. 400 ming qo'rishibdi. Sayrab o'tdi deyaptilar endi. Ko'rib o'zinglarni qilib baho berasizlar. Assalomu alaykum. Mana nech pul ekan? Kimdanmi? Kimniki deyman? Bebaho ekan, narxi yo'q ekan buni. Yaqinlar. Bolgar bilan fiyol o'tiribdi. Narxi bor. Bu fiyo bu bolgar. O'sha narxini so'rolmay aytmayapsiz-ku, oyoq qarab oldingiz. Prosta olishgan. Video qilishgan. 600 ming, 1 million. 600 ming, 1 million. Bilan pastigilar ham bor. 8 kunlik jo'ja, 450. 450 ming. Anuncha mazakachi. 6 oylik jo'ja, 6 oylik jo'ja. 250. 350 ming. Bo'lar ekanmi buni gapirsa? Ana yoqda ham bor mana. 200 ming, 250 ming. Mana krasniylik 250 mingmi? Suyuq yo'q hammasi 250 ming. Nara bular hammasi. Narmoda aralash ekan. Rahmat. Narmodan so'rab. Mana bitta qizg'ishan bor ekan mana yaqinda. Nech pul mana buni? Qaniki? Bunisi-chi? Krasniy yeri. 400 ming, 500 ming. Bu-chi bular? 350 ming. Narmi bular? Nar. 400 ming ismagan. Mamalaring nima, o'g'illalaring? Narxi? Keluvmi? Ha. Bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Kamera kelib boraganman. Oq, sariq. Nech puldan bular aka? 150 ming, 200 ming. 150 ming, 200 ming, 250 ming. Bu yerda ham aralash narmoda. Qaysi? Bitta naram 2 yosh. Sizgina oldimi? Assalomu alaykum. Nech pul ekan? 200. Narmi? Ha, modam. 250 ming ekan moda. Boshda metkasi bor ekan. Qalaysiz? Nech pul ekan kanlar ekan? 250 ming. Qaysi biri? Kelasi ham. 150 mingdan. Ha, 150. Modami bular? Moda. 250 mingdan. So'radi. Assalomu alaykum. Kanlar ekanlar nech pul ekan aka? 300 dan olamiz. 300 dan. Narlar bular? Narlar. Narlar. Kelishtirib so'rab ketsangiz 300 ming so'm. tashab qo'yasiz. Bir haftalik hol, bir haftalik olasiz. Sigirvalarga Olaylar. Nech pul ekan kanlar aka? 350 nara? Nar 350. Pastigilarchi? Sarılı modeli. 200 dan. Mamachi mamma, krasniy dervachi. Ham 250 nar. 350 nar ekan. Pastigansiz kim? Bu nech pul? 350 nar deyapti mana buni ham. Nar. Sen bugün hapısla yon baha var. Tamam. Qizg'ishli. Çaklatırsan ben turizmga berasizmi? Ben 500 buldum. Tamam. Yopishdi. Bundan ko'raylik, tinuvroq ko'ryapti. Qizil, qizili nech pul, krasniy dervalar nech pul? Sizden 300 dan. bilan ol. Nima qilaman hozir? 300 dan. Assalomu alaykum. Mana nech pul ekan? 150 mingdan modeli. Modeli 150 ming so'mdan mana. 150 ming so'mdan modeli. Bu yoqdagilar-chi mana kattadagilar. Nega bizaga yoshliga? Oqlar bor ekan mana.
Ben kotum battım. Bu mamın izni ish pul? Bu Saydaliniki bilmadim hiç bu. Ben Peppelam sizniki menimcha. Bilan 350 ming. 350 ming ismi yana Peppel. Peppel 350 ming. Hozir yaqinda mana men okalarni hop oldilariga keluvdim, yo'q ekanlar. Hozir yana qaytamiz hozir. Assalomu alaykum. Sarula ne ish pul ekan aka? 150. 150. Amichi Model. yashilchi. Yashila model. Model. Nami yosh nami. Yosh narilar bular, ha. Yosh narilar ne ish pul? Ya 150 dollar. 150 necha oylik bular? 4 oy. 3-4 oylik hammasi, ha? Ya bu katta bu 8 oy. Bu 8 oylik ekan, men 3-4 oylik deyaptilar bularni mana. Rahmat. Assalomu alaykum dedi. Nechi pul ekan ekan rekiz? 150 dollar. 150 moda? Moda. Moda 150 ming. Apple modam bor. Assalomu alaykum. Kanar ekan nechi pul ekan? Bor ekan. 150 moda. Tishchi. Hozir Tish olinibdi mana. Assalomu alaykum. Nechi pul ekan kanar ekali? 400 mingdan. Ha. 400 mingdan narla mana. Yaqinli. Salom. Kanar ekali nechi pul ekan? 250. Modami bular? Narlam. Ha, yosh narlam. 8-9 oylik уже sayroqga kiribdi mana mashina yaqinli уже. Alloh bozoringiz bersin. ko'rmaganimdan keyin Kam kanar akalar borman. Men ham ko'rmadim. Qancha aytmoqmanki, men ishlataman buni. Tirikchilikni ustiga qo'yib qo'ydim. Mana sariq, avli, pepil bor, bosh qora mana sariqlar bor. bittasini cho'la bosib. Nechi puldan ekan aka bu? Sariqlar nechi pul? Men krasniy derim, anu pepil nechi pul? Hop, mana Apple 250 so'rayman. Bitta o'g'ani nar, qolganlari moda. Mana Bitta bilan mana nar ekan. Ularlar moda. bitta ola bilan Nariz nechi pul, moda nechi pul? anu Apple'lik 250 so'rayman. Aha. Mana bu o'rtadagi. Hop. Mana yeriga. Mana tushgan. Ha, qolganlari 200 dan deyapman. 200 dan. 300 deyapman. Ha, 300 yaxshi. Bozor. Ay bozordan so'rayman. Yaqinda mana kanar ekalani zo'r emas, yomon emas, o'rta hollariga keldim mana. Yaqinda bular bor mana. Sariq bor. Hamnaqalari bor mana. Oley bor. Sayra o'tdi ona. Yani tepadigilar mana shu 1 2 3 4 5 Tepadigilar 250 dan. 250 ming so'mdan bo'ladi. Modami bular? Aralash. Aralash. Maladoy buchi. Bular 400. Bular 400, men bilan 400. 300. Ha, bu 300 qilib berasiz. Buchi. Bular ham 400. 400. Bu 500. 500 mingdan o'sha bu yoq. Mana daraja bilan darajani ko'ryapsizlar-da mana. 500 450. 500. Mana 450 minglari bor ekan mana. Siz uchun.
Rahmat. Salom alaykum. So'rasiz yaxshimi? Tuzumsiz? Tepadagilaringiz nechi puldan ekan? 250 mingdan maydalanami 500 ming yo'q shu. Yo'q ishing 500 ming ekan, qolgani 250 ming ekan. Bu yoqdagilarchi? Yani mana kichkina 7 oy 8 oy deydi. Maladoy narlik 200 ming so'mdan deyaptilar. 150 mingdan. Pastiga oqlachi. 150 mingdan beraman. Hammasi 150 ming so'mdan. Sayrab turgan 150 ming so'mdan. Sayrab turgan 200 ming Yo'qdan berib bor? yuboraman, ikkitasi 300 mingga. Shuni o'tirib. Mana bu yoqda ham bor, mana yaqinda. Voy, mana avligingiz boshqacha-yu. Mana buni qaranglar, yarim, dumini ko'tarilib turishini ko'ryapsizlar. Mana o'zingizlar ko'ringlar mana. Ekraningizda ko'rib turibsizlar. Dumini ko'tarib olganda, turuvi ham boshqacha mana. Xorozga o'xshaydi. Bu nechi pul bu? Bu 400 ming yarimdan. Model qo'shadigan parobkadan chiqqan. 400 ha? Bu 600 ming so'm, bu 1 million. Mana 600 ming so'm. Mana 1 million ekan mana. Traynik bu. Mamachu, voy billa, mama ham vahshiy-yu. 450 ming yarim ekan. Qaranglar, qanotlari tushib qolgan o'sha pashti. Pasti 250 ming. To modaga qo'shib ko'radigan joyi ekan, lekin mana bunisi bor. Men yaxshi qotib bo'ladi. Mana yaqinlar. Bular nech puldan saruvlar? Bu 300 ming so'm, 250 ming. 250 ming so'm, 300 ming so'm. Lekin mana boshqacha ekan, mana mabim bilan, mana ko'ringlar. Mana mashin bilan. Mana mana. Mana. Nomeringizni berib yuboringlar. 98lik mash okalar nomeri nechi? 306 1641. Saydalbek mana telefon qilinglar, yaqinlar mana mashina gaplashinglar, mana mashina, kanalga ish qo'zlar mana. Buni yo'kida mana ma'mini. Ishoninglar, bitta modaga qo'shasizlar bo'ldi, javob bor. Tirsilatib tashlaydi. Ochtirib o'radigan joyi lekin. Ma'mila kimniki? Sizdanmi? Mana 600 ming so'm deyapti, 600 ming so'm. Mana 500 ming 500 mingga 600 ming ekan. Mana tayyor mana ekanlar ikkala. Assalomu alaykum. Sizdanmi? Sizniki? Ha, bular kim? Ha, har xili bor mana yaqinlar. Sariq bor, mana krasniy derva bor. Bu krasniy derva, lekin anaqasini yemagan. O'dini dorisi bor, shuni yemagan. Avlay bor. Mana bitta ham bor mana. Salom alaykum. Mashina kuzatishsiz. Hos. Mana yaqinli. Bolalar nech bilan bular? 250 dan. 250 ming so'mdan. Necha oylik bular? 3 oy 2 oylik jo'jalar mana. Bular nech pul bular? Bola beryapti shu. 600 dan kelasa 600 ming so'mdan ekan mana. Sizlarga variantda mana holinglar buni olasizlar. Xohlasanglar mana ma'mi bor mana. 600 mingdan. Qani Izabella? Shuni olay aka. Ha, Izabella bor ekan mana. Nech pul Izabella? 8 ming. Nara bu? Nar. Ma'minisi bor mana. Bu nech pul bu? 8 ming so'm mana bu ham. Mamitlarda ham bor mana. Variant ko'p mana, aka-ukalar. O'sha sezon kelyapti-da, kanar ekan, o'sha ochib ko'payib ketyapti mana bozorda kanar aka ko'p. Chunki kun ham isib qoldi-da. Kun ham issiq. Rahmat aka. Bu yoqdagilar kimdan? Sizlarmi? Assalomu alaykum. Sariq nech pul ekan limon? 400 ming so'rov. 400 ming. Bularchi? 300 mingdan. Model 300 mingmi? Model 300 ming so'ragan.
Mana bitta ham bor mana. Bular nech pullar? Sizdanmi? Ha, buni egalari yo'q ekanmi? Yaqinda mana oxirgi kanaraka kelyapman, shu bilan Yovvoyiga o'tamiz. Assalomu alaykum. Nech puldan ekan kanarakalar? Narlari 350 so'rayapmiz. 350 ming so'mdan so'rayapsan. Moda ham bormi bu yerda? Modasi bitta qoldi modasi. Qaysi biri moda? To'ppiliga. To'ppili o'rtadiga moda ekanmi mana. Modan nech bildingiz? 150. 150 ming so'm. Bo'ldi, rahmat. Mana yaqinda 200 ming so'm. Jo'jalanmi bular, aka? Necha oylik bular? 3 oylikdan oshibdi mana jo'jalar. Donasi nech puldan do'st buni? 200 ming so'mdan. 150 ming, 200 ming har xil mana ukalar. Mana yaqinda o'zingizlar mana ko'ryapsizlar, kanarakani iloji boricha olib berdim. Endi Yovvoyilarga sekin o'tamiz yaqinda. Rahmat hammanglarga, qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab paddeshkada bo'lamiz yaqinda. Yovvoyilar. Mana. Norchi nech pul ekan norchi? 40 ming qatdiki bu. Mesni 40 mingga zo'rlagan mana shu. Olib qo'yadigan joyi ekan lekin. Mana qancha? Zelnushkalarchi? 30 ming so'mdan zelnushka. Salom. Qaraysiz. Nech pul ekan aka? Seganli? Seganmi? Egasi yo'q? Qani ko'rsatib qo'yaveraylik mana. Salom. Nima olib chiqdingiz? Endi keldingiz. Mana bitta ham bor mana yaqinda. 35 ming, 30 mingdan ekan mana bular. Aqlimi? Norchi nech pul ekan? Sen olmayapman, norchi nech pul? 200 ming. 200 ming. Yodigilarchi? 150 ming so'm. Qattiqki bular? Angrenni qushlari bu. Doda, nech pul berasan senga? 10 ming boshqacha ekan. Kimniki bu? Tamam, kimdan? Norchini ko'ringlar, norchi zo'r ekan. Kokil bor ekan mana. Salom, sizlarmi aka? Norchilar nech puldan ekan? Nech pul? 30 ming so'mdan. 30 ming so'mlik norchilar. Assalomu alaykum. Norchi nech pul ekan? 150 ming qatdiki bu? Mesni. 150 ming yomon emas, lekin yaqinda ko'ringlar mana yirik norchi ekan. Ozgina men badanida ham ozgina xollari bor ekan nomiga. Amadinalar nech pul? 80 ming. Donasi? Pari. Ha, pari 180 ming so'm ekan mana. Bormi ekan? Nech pul ekan gibridli? Ha? 1 million 200 mingdan. Nimadan chiqqanini bilasanmi bular? Nimadan chiqqan? Ha. Qanaqa kanarakadan? Kokil bilan kanaraka bu? Kokil kanaraka bu. 1 million 200 mingdan. Kim bitta o'zing tushdingmi bozorga? Kim bilan tushganmisan? Mana shu gibridlarni ama uka meni sotayotgan ekan. Nomerini beraman, notda nechi nomer? 94lik 664 28 29 ismingizmi? Ha? Qurbonboy mana. Mana shu yigitimiz mana. Olib chiqibdi, adam bilan olib chiqdim deyapti. Mana telefon qilsanglar, mana gibrid zo'r ekan lekin. Mana sarig'i mana kokili bilan gibrid kanarakadan chiqqan, mana People'dan chiqqan kanaraka.
O'zi ko'rinib turibdi mana, boshi ham, boshqasi ham ko'rinib turibdi. Rahmat, ukam. Kokil nechi pul ekan? 300 mingdan. 300 ming. Qattiki bu? 200 ming o'zi mana berib yuboraman ot. Qattiki kokil? Qozoni albatta. Albatta qozon. Katta yiri ekan lekin. Nimaga solar? G'alaba bog'i bor. G'alaba bog'ining chorrahasi. Sotdingmi? G'alaba Nechi pulga? 200 mingga mana berib yuboribdi albatta. Sotildi aka. İşte 100 o'tadi shakli, 100 Yaqinlar. Xo'ja gamni oldilari 2 o'nman hozir yaqinlar. Mana hozir ko'rasizlar o'zingizlar. Xo'jaga assalomu alaykum. Tuzumsiz, ishlaringiz yaxshimi? Oilaning sultonida charchamayapsizmi? Ro'za Ramazonda. Bozorga nima olib chiqdingiz bugun? Norchilar. Arzon qilib oldim. Men arzonni bizar ekan. Norchilar mana. Qattiki bular nechi pul? Surxondaryo. Surxondaryo 50 ming so'mdan. 40 mingdan qilib beradilar. Bunisi ham shunaqami? 40 ming so'mdan. Bu mana ikkitachi, bittami? Nechi pul bu? Bu ham shu 50. 50 ming so'm. Halladan ko'ryapti hammasi. Aytdim, men bo'lmagan gap bu. Unaqa qana qilmaydi. Ha. Muhammad bor-ku, shandan ko'rishyapti. Ha bo'lgan. Rahmat xo'jaga. Bloshkasiga qo'yib qo'yaver. Xo'p, rahmat. Hayratdan olma. Hop. Salom alaykum. Nechi pul ekan bular? Aka, nechi pul ekan bular? 25 ming so'm. Yangi qushlar mana 25 ming so'm. Aha. Voy, men buni ham bosib ketibdi, karalok. Voy, karaloklarni. Sizdanmi aka? Voy, karaloklarni qaranglar, jigarlar. Karalok bosib ketibdi bugun. Nechi puldan ekan aka karaloklar? 15 mingdan 30 minggacha. 15 mingdan 40 minggacha. Mana, bularni ko'ringlar, mana karalok. Chishlar mana. Hammasidan bor mana. Bularni ko'ringlar. Rahmat yaqinlar. Rahmat aka. Karaloklar shuni shunaqa narx ekan. Ne yaqinlar, jigarlar, ko'ringlar. Bitta oldim, chiqib. Salom. Nechi puldan? Bo'l, hop, mana. Mana ko'ringlar mana. Sani deb bo'lyapti. Salom. Ukalar mana Komil aka mollariga keldim. Hormaydi. Nechi pul ekan norchilar? 50 mingdan. Oldirmalari yo'q, telefonga tushdilar anaqaga. Mashina qiladiki, italadi sanlarni. Oldirma telefonga. Rahmat. Oshdi. Rahmat hammaga yaqinlar. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab taddeshkida bo'lamiz. Deganlarni tazgina sal niduruzmini bo'ldi. To'g'ri tushunasizlar yaqinlar. Rahmat hammaga. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab taddeshkida bo'lamiz. Rahmat.